Xorazm Ma'mun akademiyasida buyuk alloma Najmiddin Kubro tavalludining 880 yilligiga bag'ishlab ilmiy-amaliy konferensiya o'tkazildi. Unda Najmiddin Kubro ma'naviy ma'rifiy merosi va uning zamonaviy tadqiqi mavzusida fikr-mulohazalar yuritildi. Din ishlari bo'yicha qo'mita, Fanlar akademiyasi, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Musulmonlar idorasi viloyat vakilligi, Islom sivilizatsiyasi markazi va boshqa ilmiy tadqiqot markazlari bilan hamkorlikda tashkil etilgan anjumanda olimlar, tadqiqotchilar, jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Najmiddin Kubro vatanimiz tarixida nafaqat islom olamidagi mashhur Kubraviya tariqatining asoschisi bo'lgan, balki buyuk alloma, faylasuf, shoir, eng asosiysi o'z yurtining ozodligi uchun mislsiz mardlik namunalarini ko'rsatgan milliy qahramon, do'stlik va birodarlik rishtalarini mustahkamlagan buyuk siymo sanaladi. Mana shunday vatanimiz tarixiga muhrlangan allomalarimizning muhtaram prezidentimiz tomonidan nomlari va tarixining qayta tiklanishi xalqaro miqyosda ilm-fan, ma'naviy ma'rifiy, diniy bag'rikenglik, islom dinining azaliy qadriyatlari va ma'rifatparvarligini namoyish etishga, ularning hali ochilmagan tarixiy sahifalarini jahon miqyosda yangilanishiga asos va sabab bo'ldi. Respublika miqyosda offlayn va onlayn formatda tashkil etilgan ilmiy amaliy anjuman doirasida din peshvolari, olimlar va tadqiqotchilar bu haqda alohida e'tirof qildilar. Ushbu anjuman Najmiddin Kubro kabi allomalarimizning tarixini ochib berish, ilm-fan, jasorat va matonat, bag'rikenglik qadriyatlarini yoritishga xizmat qilishi bilan yanada ahamiyatlidir. Najmiddin Kubro ko'proq mana shu tasavvuf tariqatini namoyandasi sifatida dunyoga tanilgan zot bo'lganlar. Bilamizki, bu tasavvuf dinimizning asl mag'zi, insonni tarbiyalash, uni ma'naviy, ruhiy pokligini ta'minlash borasidagi katta bir tizim hisoblanadi. Ming yillar o'tib haligacha Kubraviya tariqati o'z faoliyatini davom ettirib kelyapti. Qolaversa, Najmiddin Kubro hazratlari bu ilmiy yo'nalishda ham ma'naviy boylik qoldirib ketganlar. Konferensiyada ishtirok etayotgan ulamolar ta'kidlab o'tganlaridek, mufassir, ya'ni Qur'oni Karimni tafsiri borasida juda katta bir kitobni, 12 jildlik kitob At-Ta'wilatun Najmiyya degan asar qoldirganlar. Va eng asosiysi, Najmiddin Kubro Mo'g'ul bosqinchiligi davrida vatanni himoyasi uchun o'zlarini jon fido qilgan va shu yo'lda shahid bo'lgan ulug' zot hisoblanadilar. Aytishimiz mumkinki, Najmiddin Kubro hozirgi yangi O'zbekiston sharoitida yangi avlodlarni tarbiyalashda har jihatdan, ham ilmiy, ham tarbiyaviy, ham vatanga bo'lgan muhabbat, serqirra bir ibrat namunasini qoldirib ketgan zot bo'lganlar. Konferensiya kelajak avlodni mana shu ma'naviy, ma'rifiy sohada tarbiyalashda juda katta ahamiyatga ega deb bilamiz. Ilmiy amaliy anjuman keng ma'noda davlatimiz ilm fanini rivojlanishiga, Najmiddin Kubroning komil inson tarbiyasi, axloqiy kamolat sari intilishi haqidagi g'oyalarini yosh avlodga yetkazish, ma'naviy ma'rifiy sohadagi zamonaviy tahlillarni rivojlantirish, tadqiqotchilar o'rtasida ilmiy hamkorlikni mustahkamlash kabi muhim vazifalarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Najmiddin Kubroning ma'naviy ma'rifiy merosi tadqiq qilish borasida o'tkazilayotgan ilmiy amaliy anjumandan biz tadqiqotchilar ko'plab yangi ma'lumotlarni oldik. Ilmiy amaliy anjumanda Najmiddin Kubroning tafsil ilmi rivojiga qo'shgan hissasi mavzusida ma'ruza bilan ishtirok etdim. Jumladan Najmiddin Kubro hazratlari o'sha Xorazm istilosi paytida Chingizxon bilan o'rtadagi mudhish jangda vafot etgan davrda Najmiddin Kubro Ta'wilatun Najmiyya nomli tafsir asarini yozayotgan edi. Tafsirlarda bu o'sha ixlos niyatli bo'lish, zimmadagi burchni ato etish, xolis niyatli bo'lish degan bir qancha ma'nolarda ishlatiladi. Najmiddin Kubroning boshqa olimlarda tafsirida nima farqi bor, o'zgacha jihatlari qayerda deydigan bo'lsa, Najmiddin Kubro hazratlari bu tafsirda har bir so'zga alohida e'tibor berib tafsir qilganliklarini ko'rishingiz mumkin. Olimlar tomonidan Najmiddin Kubro hayoti, faoliyati, ijodi bilan bog'liq juda ko'p ma'lumotlar to'plangan, ko'plab ilmiy asarlar yozilgan. Bu anjuman ham ishtirokchilarga Najmiddin Kubroning yangi ma'lumotlari bilan tanishish va muhokama qilishga imkon yaratadi. Najmiddin Kubro bevosita o'sha hayoti davomida ko'plab asarlar yozganligi to'g'risida konferensiyada ko'plab ma'ruzalar qilindi, ma'lumotlar berildi. Faoliyati natijasida 400 dan ortiq shogirdni tarbiyaladi Najmiddin Kubro. Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi ilmiy xodimlar tomonidan
Najmiddin Kubroga oid 10 haqiqat ishlab chiqdik. Ushbu 10 haqiqatda uning tavalludi, vafoti, ustozlardan ta'lim olishi yoki mana shogirdlar tarbiyalashi natijasida valitarosh unvonini olganligi yoki 20 ga yaqin asarlar yozganligi, vatan himoyasi uchun jon fido qilganligi, hattoki o'sha mo'g'ul askarlari uni vatanni tark etishini so'raganda yo'q, men vatanni tark etmayman, men 70 yil shu vatanda yashadim, shu xalq bilan yashadim, vatanni tark qilmayman degan so'zlari uning vatanparvarlik timsoli, ya'ni vatanga sadoqat timsoli bo'lib qoldi. Va shuningdek Najmiddin Kubroning hayoti, faoliyatiga oid ushbu risola ham tayyorlandi. Ya'ni bu tadqiqot davom etyapti. Tadbir doirasida ta'kidlanganidek, Respublika ilmiy amaliy anjumanining o'tkazilishi nafaqat ilmiy ahamiyatga ega, balki jamiyat ma'naviy ma'rifiy barqarorligi uchun ham muhim voqeadir. Anjumanda bildirilgan taklif va mulohazalar, ilmiy maqolalar hamda bahs munozaralar kelgusida yanada chuqur tadqiqotlar uchun mustahkam zamin yaratadi.